Assalomu alaykum. Men Rajabov E'lob, Tavrab qurilish kompaniyasida ish yurituvchi bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun mana quruvchilarimizning bayram munosabati bilan akalarimiz, ukalarimiz, rahmatdosh hamma yelkama-yelka turgan hammani tabriklayman. Oilalariga baxt, sog'lik, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani tabriklayman bayramlari bilan. Tabrik so'zini, bayram tilaklarini bildirish uchun so'z qurilish kompaniyamiz direktori Nodir Nurmuhammadovich olib kelib beramiz. Marhamat. Mana bugun 9-avgust qurilish sohasi xodimlari kuni munosabati bilan Tavrab qurilish kompaniyasi tomonidan bayram dasturi tashkil etildi. Bayram dasturi davomida qurilish sohasi xodimlari va quruvchilarimizga rahbariyat tomonidan sovg'alar ulashildi.